Assalomu alaykum Motors kanalining kuzatuvchilari. Biz bugun sizlarga tayyorlab qo'ygan videomiz elektronik mototsikllarni ehtiyot qismlari haqida bo'ladi. Ko'pchilik elektronik mototsikl olgandan keyin uning ehtiyot qismlari, ya'ni zapchastlarini topishda turli xil qiyinchiliklarga duch keladi yoki bo'lmasa mahalliy ustalarni gapiga aldanib qolib qimmatga sotib olishadi. Shularni oldini olgan holatda biz Bobo Motors brendi ostida elektronik mototsikllarni zapchastlarini sotish uchun mo'ljallangan o'zimizning yangi do'konimizni ochdik. Ushbu do'konimiz yangi bo'lganligi munosabati bilan assortimentlar nisbatan kamroq, xudo xohlasa assortimentlarni ushbu do'konimizning qolgan joyiga ham to'ldirib sizlar uchun albatta eng arzon va sifatli elektronik mototsikllar, nafaqat elektronik mototsikllar, skuterlar, benzinli mototsikllar uchun foydali bo'ladigan zapchastlarni to'ldirib qo'yamiz. Demak, ushbu do'konimizda hozirda aynan elektronik mototsikllar uchun mo'ljallangan ehtiyot qismlar bor. Birinchi navbatda sizlarga do'konimizning lokatsiyasini tanishtirib o'tib ketsak, do'konimiz Toshkent shahar Food City'dan Bektemirga ketishda, Bektemir postiga yetmasdan yo'lning o'ng tomonida joylashgan. Ko'rishingiz mumkin ushbu turdagi plakatlarimiz va do'konimiz hovli qismida ushbu turdagi yuk tashish uchun mo'ljallangan mototsiklarimizdan assortimentlar bor. Mototsikllarimiz narxiga keladigan bo'lsak, 10 million 500 ming so'mdan 15 million so'mgacha mototsikllarimiz bor. Va ushbu do'konimiz asosan ehtiyot qismlari sotish qolaversa elektronik mototsikllarga servis xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallanganligi uchun biz sizlarga bu video orqali ularning ehtiyot qismlarini tanishtirib o'tib ketamiz. Ushbu turdagi kabinalarimiz bor, temirli, o'zini komplektida bokovoy oynasi, farasi, pavorotchiklari va dvorniklari, oynalari, rezinalari chiqadi. Narxiga keladigan bo'lsak, 1 million 200 ming so'mga O'zbekistonning istalgan viloyatiga dostavka qilib beramiz. Shu joyda aytib o'tib ketsak, biz Toshkentda emas, boshqa viloyatdan kuzatyapmiz deydigan mijozlarimiz bo'lsa yoki kuzatuvchilarimiz bo'lsa, siz aynan ushbu video orqali O'zbekistonning istalgan viloyatidan turib, dostavka orqali xohlagan mototsiklingizni ehtiyot qismini xarid qilsangiz bo'ladi. Narxlar unchalik dostavka xizmatimizga pul olinmaydi. Kelishilgan holatda dostavka qilib beramiz. Davom etamiz. Kabinalarimiz, temirli kabinalarimiz narxi 1 million 200 ming so'mdan dostavkasi bilan deb aytib o'tib ketdik. Xo'p, bu yerda sizlarga eng mototsikllarimiz uchun kerak bo'ladigan reduktorlarimiz bor. 18 tishli, 6 tishli, 20-22 tishli reduktorlarimiz bor. Narxiga keladigan bo'lsak, reduktorlarimiz 450 ming so'mdan 700 ming so'mgacha reduktorlarimiz bor. Qolaversa, reduktorlarning ichki qismidagi satelitlaridan, ushbu turdagi shesternalardan ham bor zapchastlarimiz. Va kabinali mototsikllar uchun mo'ljallangan oynalar ham mavjud. Ko'pchilik mototsikl olgandan keyin oldi oynasini sindirib qo'yishadi va topishda turli xil muammolar, qiyinchiliklarga duch kelishadi. Shularni oldini olgan holatda biz aynan ushbu turdagi razmeri 1.10 ga 78 ni tashkil etadigan oynalarimizdan ham olib keldik. Kabinali mototsikllarga tushadi. Pastda qoldirgan nomerlarga aloqaga chiqamiz. Kimga aynan ushbu turdagi oyna yoki mototsikl ehtiyot qismlari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda qoldirgan nomerlarimiz orqali aloqaga chiqib xarid qilsangiz bo'ladi. Montaj kabellarimiz bor, 150 ming so'mgacha narxlari, kolodkalarimiz, barabanlarimiz, bu yerda bokovoy oynalarimiz va ko'pchilik bizdan yana bir muammo bilan murojaat qilishardi. Akkumulyatorga suv qo'ysa bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. Ushbu turdagi geliviy akkumulyatorlar uchun suvlarimiz yetib kelgan. Bemalol shuni qo'yib, akkumulyatorni yana faollashtirsangiz bo'ladi. Nisbatan sizga uzoqroq muddat yana xizmat qilib beradi va reduktorlar uchun aynan ushbu turdagi moylardan ham bor. 80-90 markadagi shu yerda turgan istalgan reduktorga moy qo'ysangiz bo'ladi. Bu moy asosan ushbu shesternalarni uzoq muddat davomida xizmat qilishga va tashqi muhit ta'sirida zanglab ketmaslik oldini oladi. Shulardan ham assortimentlar bor. Narxlari siz o'ylagandan arzon. Moylarimiz endi narxi aytib o'tsak video ham cho'zilib ketadi. Bu yerda mototsikllarning kameralari, balonlari, kaskalar, faralar, galogenlar,
gaz ruchkalar, domkrat ключlar, gaz pedallar, ushbu turdagi Magikarlar, orqa faralar, lampochkalar, oldi faralar kabinali mototsikllarimiz uchun signallar, zadniy mostlarimizgacha bor. Zadniy mostni 1.200.000 so'mga tele, reduktor, palovos, o'zini maxsus qoliplar bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Troslardan ruchnoy tros, panejniy tros, tormozniy troslarimiz bor. Silindrlar va eng asosiy mototsiklda ko'pchilikni qiynaydigan motor va miyalardan ham assortimentlarimiz bor. 850 vatli motor va miyalarimizdan boshlab 1800 vattgacha komplekt motor miyalarimiz sotuvda mavjud. Narxlari siz o'ylagandan arzonroq, 700.000 so'mdan 1.800.000 so'mgacha motor va miyalarimiz bor. Komplekt asosida 12 voltli miyalarimiz bor. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, ushbu turdagi testerlarimiz bor, akkumulyator quvvatini o'lchaydigan. Klimalarimiz bor akkumulyatorga, mototsikl va skuterlar uchun mo'ljallangan zaryadchiklarimiz bor. Zaryadchiklarimiz 200.000 so'mdan 350.000 so'mgacha zaryadchiklarimizdan assortmentlar bor. Qolaversa 58 amperli, 62 amperli, 65 amperli akkumulyatorlarimizdan ham sotuvda mavjud. Cheklanmagan miqdorda dostavka asosida O'zbekistonning istalgan viloyatiga yetkazib beramiz. Bemalol pastda qoldirgan nomerlarga aloqaga chiqsangiz bo'ldi. Bu sizlarga tayyorlab qo'ygan elektron mototsikllarning ehtiyot qismlari haqidagi videomiz bu edi. O'zbekistonning istalgan viloyatidan xarid qilsangiz bo'ladi. Yana bir bora qaytarib o'tamiz. Pastda nomerlar qoldirganmiz. Shu joygacha agar videoni ko'rgan bo'lsangiz, barchangizga rahmat va bizni ijodimizni qo'llab-quvvatlash maqsadida like bosib qo'yishni unutmang. Agarda kanalimiz sizga yoqqan bo'lsa, obuna bo'lishni ham unutmang. Bizning ushbu Bobo Motors kanalimizda mototsikl sohasiga oid eng so'nggi yangiliklarni albatta sizlar uchun doimiy taqdim etib turamiz. Rahmat hammaga.